Assalomu alaykum YouTube kanali foydalanuvchilari. Uy sharoitida asalari boqasizmi? Tabiiy usulda огородlarga shira tushmasligi uchun sizlarga foydali bir maslahat. Yordamimiz kelsa, o'zimizni xursand bilamiz. Bu iste'mol sodasi. Bitta sodani 5 litrli suvga aralashtirib, gulga suv tepakonda sepsiz bo'ladi, yo bakalashkani sepib daraxtlarga sepsiz bo'ladi. Masalan, men arra boqaman, bironta daraxtda yo agrolimda shira bo'lmaydi. Dori sepsam, xinika dorilar meva-chevalarga ham ziyon, arrimga ham ziyon. Shu nimani sizlarga ham tavsiya qilaman. Shira tushmaydi, oshiqcha qurqumsalar tushmaydi. Pomidor, kartoshka, meva-chevalaringiz yaxshi bo'ladi. Shunga sizlarga ham shu o'zim qilib yurgan narsani ilindim. Imkon qadar foydalanib ko'ringlar. Oshiqcha preparat ketmasdan. Rahmat, salomat bo'linglar hammalaring.